Bismillahirrahmanirrahim. Durusul Lughatil Arabiyya kitobining 3-chi qismining 3-chi darsini so'zlayotgan bugun mashqning oxirini so'zlab o'taylik. 8-chi mashq. Ayin naibal fa'ili fima ya'ti. Tuvandikilarda naib fa'ilni ayrang. Birinchi. Va izal mav'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Al mav'udatu degan tirik ko'milgan qiz degan gap. Tirik ko'milgan qiz so'ralgan chaqda nima deb deganda bi ayyi zambin qutilat, qaysi gunoh tufaylidan o'ldirilganligi haqida so'ralgan vaqtida mushadki naib fa'il qaysi? Su'ilat deganda naib fa'il, yushrun hiya naib fa'il, qutilat buningdimi yushrun damir, yushrun kichik almash, hiya ya'ni bu hiya al mav'udatu deganga qaytadi, shuni ko'rsatadi, naib fa'il bo'ladi. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Allah yolunda öldürülgenlerini ölükler dep qaramanglar. Yuqtalu iniqsizlik qolup ketken fiil yuqtaluning naib faili yushrun huwa. Ularning qilmishlari tufaylidan sizlar so'ralmaysizlar. O'shadiki vav tusaluniki naib faili. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. U so'ralmaydi. O'zining qilgan ishlari tufaylidan u so'ralmaydi. Yani Allah so'ralmaydi, ular so'ruludu. Yus'aluniki naib fa'ili yushrun damir huwa, ya'ni Allahni ko'rsatadi. Yus'alunaning naib fa'ili vav. 5-chi. Ular qaramamdi nimaga? To'gilarga. To'gining qanday yaratilganligiga qaramamdi. Xuliqat yushrun hiya, yani to'gi qaytadigan yushrun hiya naib fa'il. Osmonning qanday ko'tarilganligiga qaramamdi. Yushrun hiya naib fa'il buningdimi? Va ilal jibali kayfa nusibat. Tog'lar qaramamdi qanday tiklanganligiga. Nusibat buningki naib fa'ili yushrun hiya va ilal ardi kayfa sutihat va zimin qaramamdi qanday yeyitildi. Buningmi sutihat degan iniqsizlik qolib ketgan fe'ilning naib fa'ili o'xshashla yushrun hiya. 9-chi. Tuvandagi jumlalardagi fe'illarni iniqsizlikqa quring. 1-chi. Mudir sendin nemish to'g'riliq so'radi. Amma su'ilta desak bo'ladi. Nim to'g'riliq so'ralding. Qatalahumul mujrimu bil musaddasi. Jinoyatchi, mujrim degan jinoyatchi ularni tapanchi bilan o'ldiribdi. Ular o'ldirildi desak bo'ladi. O'zinglar qilib boqinglar. 3-chi. La yas'aluhum ahadun an sababi ta'akhurihim. Hech kim ularning kechikib qolish sababi to'g'riliq ulardan so'ramadi. Ular kechikib qolish sababi to'g'riliq so'ralmadi deb o'zinglar yozib boqinglar. Lima akhazakumul muraqibu ilal mudiri. Muraqib kuzatuvchi nima uchun sizlarni mudirning qishiq apadi, nima uchun olib berildinglar? Xustum desanglar bo'ldi. 5-chi. Bizni bir er kishi tayoq bilan urdi. Biz urildik desak bo'ldi. Duribna bil asa. Sarranil xabaru. Xabar meni xushal qildi. Buni surirdu bil xabari. Xabar sababdan xush bo'ldim desanglar bo'ladi. 10-chi. Darsdan iniqsizlikqa qurilib ketgan fe'illarni chiqaring va bu fe'illardan har birining naib fa'ilini aytib beqing. 11-chi. Mudarris, ya'ni o'qituvchi har bir o'quvchidan bu savolni so'raydi. Ya'ni sen qaysi yilda tug'ilding deb so'raydi. Fayujibu talibu qailan. O'quvchi mundaq deb javob beradi. Walittu ama kaza lil hijrati lil milad, ya'ni hijratning manchinchi yil tug'ildim yoki milodiya manchinchi yil tug'ildim deb bunda javob berdi. Badi'an bil adadil adna. Adna degan eng to'van degan gap. Ya'ni to'van xondan boshlaydi. Birlar xonasidan boshlaydi. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar bundan mundaq sanaydi. 12-chi. Tuhzaful alifu val lamu min al alamil muqtarini bihima 'inda nida. Alif lam kirgan xos ismdan nida bo'lgan vaqtida alif lam tashlanadi. Masalan, al hasanu ya hasanu. Al hasanu deb alif lam kirgan xos ismni nida qilmoqchi bo'lsak, alif lamni tashib etib turib, ya hasanu deb nida qilamiz. Nadil a'lam al atiyata tuvandiki ism alamlarni xos ismlarni chaqiring nida qiling debdi. Al Husaynu, az Zubayru, al Harisu, al Bara'u hammasidan alif lam evitib turib, ya Husaynu, ya Zubayru, ya Harisu, ya Bara'u desanglar bo'ladi. 13-chi nasab. Nasab degan nima deganda shaddilik, ya'ni ismning oxiriga qo'shish. Litadulla ala nisbatihi, nisbatini ko'rsatish uchun.
Мәсәлән, әл-Хинду. Hindistan degan gap. Hindistonlik deb Hindistonga nisbat berish uchun oxiriga shaddalik ya'ni qo'shimiz. Hindiyun Hindistonlik. Al-Iraqu Iroq, Iroqiyun Iroqlik. Unsub ilal asma'il atiyati. Tuvandagi ismlarga nisbat bering. As-Sudan. As-Sudanu degan Sudan davlati. Sudaniyun bo'lsa Sudanlik. Al-Kuvaytu Kuvayt, Kuvaytiyun Kuvaytlik. Masalan, yana ad-dinu bo'lsa din, diniyun, diniwi degan gap, diniy xarakterlik. An-nahwu, nahwi degan gap, grammatika. Nahwiyun bo'lsa grammatikarshunos. At-tarixu tarix, tarixiyun, tarixiy ya'ni tarixiy vaqa degandek. An-nabiyyu payg'ambar, nabaviyun payg'ambarvi. Al-akhu qarindosh, axaviyun qarindoshlarcha. 14-chi mashq darsdan nasabning misollarini chiqaring debdi. Buni chiqarib olsanglar bo'ldi. 15-chi uxaru degan so'z uxroning ko'pligi. Va hiya mamnu'atun minas sarfi u g'ayrimusarrif ism. Alloh taolo shundoq degan. Sizlarning ichinglardan kimki kasal bo'lsa yoki safar ustida bo'lsa, boshqa kunlari ro'za tutsin. Fa'iddatun degan bir necha degan gap. Uxaru degan so'z bu jumlada, bu oyatda ayyominning sifati. Shuning uchun majrur bo'ldi. Asli zir o'qilish kerak. Lekin g'ayrimusarrif bo'lganligi uchun, g'ayrimusarrif ismlar zir o'qildigan yoki zabar o'qildigan bo'lganligi uchun zabar o'qildi, ham tanvin kirmadi. 16-chi tuvandikilarni o'ylaning. Yastati'u taqat yetidi, qadri bo'lalaydi, qilalaydi degan gap. Tastati'u sening taqating yetidi, qilalaysa degan gap. Astati'u men qilalayman. Birinchi, kim do'stga bu darsni ochiq xat bilan yozalaydi. Ikkinchi, sen yuk mashinasi hadiyalamsan ey Zubayr. Uchinchi, bu risola bu xat bi xattin radiin degan nachar xat bilan sat xat bilan yozilibdi. Men uni o'qish qadri bo'lamadim, o'qiyolmadim. Ibara sen uni o'qiy olamsan. 4-chi, bu kiyimlarni bugun yuvib bo'lamsiz ey Layla. 17-chi tuvandikilarni o'ylaning. Salla yusalli, salli namoz o'qidi, namoz o'qiydi, salli namoz o'qib bergin, namoz o'qig'in amr sig'isi. Asallayta zuhra ya Husaynu, ey Husayn, peshin namozni o'qidingizmi? Men Masjidil Haromda namoz o'qidim va sharaflik payg'ambarviy masjidda namoz o'qidim va men Allohning izni bilan Masjidil Aqsoda namoz o'qishni yaxshi ko'raman. 3-chi, salli bina ya shayxu, ey shayx bizga namoz o'qib bering. La tusallil faraida fil bayti. Farz namozlarni uyda o'qimag'in. 5-chi, lamma degan tehichi degan gap. Lamma usallil asra. Men tehichi asr namozini o'qimadim. 18-chi, hazihi asma'ush shuhuril arabiyyati. Bular, ya'ni tuvandikilar Arab oylarining ismlari. 12 oy, buni yodlab olsanglar bo'ldi. 19-chi tuvandikilarni o'ylaning. Imma debdi, yoki va yoki. Birinchi, ism arab tilida yoki muzakkar bo'ladi, yoki muannas bo'ladi. Bu bir jumla shakli ekan. Shuni o'rganib olinglar, tushunib olinglar deb tushuntiryapti-da. Imma tazuruni va imma azuruka. Yoki sen meni ziyorat qilsan, yoki men seni ziyorat qilaman. Ibrohim yoki kasal yoki musafir, ya'ni safarga chiqib ketgan. Adkhil imma fi salasi jumalin min insha'ik. O'zingiz tuzgan 3 jumlaga immani kirgizing. 20-chi, al-harbu, jang. Al-harbu degan so'z muannas ism. Mundaq deysiz: al-harbul alamiyatul ula, birinchi dunyo urushi. Yana al-harbul alamiyatus saniyatu, ikkinchi dunyo urushi. Ya'ni al-harbu mavsuf, al-alamiyatu degan sifati, al-ula degan sifati, as-saniyatu degan sifati. Shuning uchun sifat mavsufga jins jihatda agishadigan bo'lganligi uchun ayollik keldi. Al-harbu muannas ism bo'lganligi uchun sifatimi agishib ayollik keldi. Al-harblarning muzorisini keltiring. Buni o'zinglar lug'at izlab topsanglar bo'ladi. Havagan birinchi oldi, qabada tutdi, qubida bo'lsa vafot bo'ldi, saraqa o'g'irladi, mana'a chekladi, ladaga chaqdi, ya'ni ilonchayan chaqib oldi degan gap. Nasaba tiklidi, salaba darg'a asdi, sarra xush bo'ldi. 22-chi tuvandagi ismlarning ko'pligini keltiring. Ko'pligini o'zinglar lug'at izlab deb bilinglar, lekin men ma'nosini deb beray. Harbun jang, vasanun but, hizaun oyoq, dinun din, juhrun tushuk,
Zanbun quyruq. Shahinatun yük mashinasi. Malbasun kiyim. Qaidatun degan asosiy. Jasusun degan jasus. Lissun o'g'ri. Hadisun degan hadis. 23-chi tuvandagi so'zlarning har birini foydali jumlaga kirgizing. Ya'ni tuvandagi so'zlardan foydalanib jumla tuzang degan gap. Solla namoz o'qidi, saraqa o'g'irladi, mana'a cheklidi, surra xo'sh bo'ldi. Al-harbu jang, mu'zamu ko'pinchisi, ibnu kaza va kaza sana degan manchi yosh degan gap. 24-chi salasu mi'atin deganda mi'atin degan lafza izofat sababidan majrur bo'lgan, ya'ni mudofun ilay bo'lganlik uchun majrur bo'lgan debdi. Ya'ni salasu degan mudof, mi'atin degan mudofun ilay. Amma salasu fayu'rabu bihasabil amili. Amma oldidagi salasu degan lafza omillarning e'tibori bilan i'rob beriladi. Ya'ni mu'rab ism degan gap. Masalan, oldiga zir o'qituvchi qo'shimcha kirsa zir o'qiladi. Jumlada mubtada bo'lsa salasu deb shu o'qiladi. Mana shuni bilib olsanglar bo'ladi. Masalan, hozir men deganni misol keltirib beribdi. Birinchi, indi salasu mi'ati riyalin. Menda 300 riyal bor. Bu yerda salasu degan marfu'un. Marfu bo'ladi, chunki u mubtada. Indi degan xabar. Shung pishu qildik salasu mubtada bo'lganlik uchun pishu qildik. Uridu salasa mi'ati riyalin. Salasa deb zabar o'qidik, chunki u maf'ulun bihi. Uridu degan fe'lning maf'ulun bihisi. Bu soatni 300 riyalga sotib oldim. Bi salasi deb zir o'qidik. Chunki harf jar bo'lgan ba harf kirganlik uchun zir o'qildi, majrur. Va mislu salasi mi'atin. Salasu mi'atinning o'xshishi uning qarindoshlari debdi. Arba'u mi'atin, khamsu mi'atin din tatib ila 900 debdi. 900 degangichilik mush salasmi o'xshaydi. Shiltishda, i'robda o'xshaydi. Iqra'il a'dada fi ma yali qira'atan sahihatan. Tuvandagi sonlarni to'g'ri o'qishda o'qing. Birinchi, fi hazal kitabi 500 safhatin. Bu kitobda 500 bet bor. 500 bet degan mubtada bo'lganlik uchun pishuquduq 5 degan pishuquduq. Qara'tu minha 400 safhatin. Men uningdan 400 bet o'qidim. 4 deb zabar o'qidim chunki maf'ulun bihi bo'lganlik uchun. Samanut tazkirati 900 dollarin. Biletning bahosi $900. 9 deb pish o'qilishimdagi sabab xabar bo'lganlik uchun. Ishtaraytu hadha siwara bi 700 junayhin. Men bu bilay zuhni 700 junayga setib oldim. Ba harf jar kelganligi uchun 7 deb zir o'qidik. Yadrusu fi hazihil kulliyati 600 talibin. Bu fakultetda 600 o'quvchi o'qiydi. 6 deb shu o'qishimizdagi sabab yadrusu degan fe'lning fa'il bo'lganligi uchun. 5. Ji'tu ilal madinatil munawwarati ama 400 lil hijra. Hijratning 1400-yillik keldim. 4 deb zabar o'qidik chunki tamyiz bo'lganlik uchun. 25. Al-yahudu ismu jinsin jam'iyyun. Al-yahudu degan yahudiylar degan gap. Al-yahudu deganni bu yerda tushuntiribdi. Ko'plik, jam'i degan ko'plik holatdagi jins ismi. Wasmul jinsil jam'iyyu huwa allazi yufraqu baynahu va bayna wahidihi bil ya'i aw bit ta. Turni bildiradigan, ya'ni jinsni bildiradigan ko'plik ism bilan uning birligini o'tirsini ya bilan yoki ta bilan ayiramiz. Ya bilan kelgan birligining misollari masalan yahudun, yahudiylar deganni bildirsa, yahudiyun bir yahudi degan gap. Qolgan misollarmi shunga o'xshaydi. Va ta bilan kelgan birligining misollaridan samakunus, beliq, ya'ni umumiy beliqni bildirsa, samakatun bir beliq, shajarun daraxt bo'lsa shajaratun bir daraxt. Shundaq yoki ya bilan yoki ta bilan ayiramiz. Bugungi dars musha tugdi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.